Qo'yliqdagi do'konimizda nimalar bizda bor va Qo'yliqdagi do'konimiz qayerda joylashgan? Bugun o'sha haqida to'liq ma'lumot berib o'tkazamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like, podpiska bosib qo'ying. Qo'yliqdagi magazinimiz Qo'yliq katta bozori, yangi ochilgan bozorda joylashgan 20-blok 8-magazin. Unda hozirgi vaqtda motobloklar har xil turi 17 ot kuchdan tortib 7 ot kuchi benzin, salarkalik hamma turi. Undan tashqari motobloklar uchun mo'ljallangan pulik, arg'ochar, chizellarimiz, gusenitsalarda benzinlik, salarkalik variantlari. Undan tashqari 7 ga 9 motobloklar aksiya narxida qilib beryapmiz. 7 ga 9 motoblogi bilan 7 ot kuchli motoblokda farqini aytib o'tdim. Agar kim tushunmagan bo'lsa, mana shu motoblokni 7 va 7 ga 9 ni farqlay olmayotgan bo'lsa, bizning Instagram kanalimizga obuna bo'lib kirsin. Instagram kanalimiz kommentariyada qoldirganmiz. Kirsalar farqini ko'rsatganman. 7 va 7 ga 9 ni farqi. 7 ga 9 motoblok kerak degan qadrli obunachilarimiz uchun esa 3.600.000 so'mdan 7 ga 9 motoblogini Akula firmasini 1050 talik korobkaligi katta korobka bo'ladi. 7 ga 9 motoblogi. 7 ga 9 motoblogining 7 motoblogidan farqi, tushunmasangiz asosan arqa vomiga e'tibor bering. Ko'p joylarda 7 taliklar arqa plombalar plastmasli, temirli bo'lsa, 7 ga 9 ot kuchi va 17 ot kuchli motobloklarda arqa plombalari boltli bo'ladi. Undan tashqari vomlari katta vomlardan o'tiradigan, ijatga qo'ysangiz ham bo'ladigan variant hisoblanadi. Salarkalik kattalari kerak desangiz 9 ot kuchli salarkaliklarimiz narxi 178F motorli bo'ladi. Motoblogimiz 6,5 million so'm qilib beryapmiz. K7 motoblogini so'ragan qadrli obunachilarimiz uchun K7 motobloglari 3 million so'mdan 7 ga 7 arqa plombalar temirli. Mana arqa plombalar temirli, balonlari 400 ga 10 katta balonlardan qo'yilgan, baklari ham katta 5 litrli baklardan qo'yilgan. Undan tashqari frezer har birov bo'linadigan bo'ladi 70lik, 30lik agatlarga. Pichoqlarga ham pechatlari mavjud. Original pechatli pichoqlardan qo'yilgan. Korobkalari katta korobkalardan qo'yilgan. 550 talik katta korobka. Titan motoblok kerak yoxud Texa motobloklari kerak deganlarga ham olib kelib qo'yganmiz. 3.300.000 so'mdan Texa, Titan motobloklarini kelib Qo'yliq katta bozordagi do'konimizdan, Arkblok bozordan do'konlarimizdan xarid qilib olib ketsangiz bo'laveradi. Zapchastlar kerakmi, ocharlar kerakmi? Undan tashqari uy xo'jaligi uchun mo'ljallangan drill, bolgarka, charx hamma turidan do'konimizda instrument, assortiment olib kelib qo'yganmiz. Motobloklar uchun mo'ljallangan zapchastlarimiz, motorlarimiz, hamma turi, kompressorlar, suv nasoslar, undan tashqari qo'y junni oladigan qo'y mashinkalarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. Hozirgi vaqtda qo'y mashinkalarimiz 750.000 so'mga 1.900.000 so'm qilib beryapmiz originalini. Motobloklar uchun mo'ljallangan motorlarimiz esa atiga 750.000 so'mdan kelib bemalol xarid qilib olib ketsangiz bo'laveradi. Manzilimiz Toshkent shahri Arkbuloq bozori va Qo'yliq katta bozorda joylashgan. Xohlagan turdagi texnikalaringizni bizdan katta partiya topsangiz bo'laveradi. Bemalol kelib xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Obuna va like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.